Zerikib qolmadinglarmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun sizlarga bitta chiroyli joy obzor qilib beray. Tak, adresimiz Toshkent viloyati Piskent tumani Lolariq MFE. Qutqaruvchi ko'chasi 37-uydamiz. Xo'p, borgan vaqtimiz bo'lmadi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, ikkinchi qo'risizlar. 2 etajdan iborat dachamiz. Pastida podval. Podvalda hozir o'zlari yashab turishibdi. Podvalda yashab, ikkinchi qavatini bitirib olsa bo'ladi. Umumiy maydoni 6 sotik, 6 sotikka kadastrlari, tuman hokimining qarorlari, hamma narsa chiqqan. Xo'p, mana tepadagi qavatlarimizni ham ko'rsatyapmiz. Tepada mana bir xona. Endi to'g'ri remontlari bor. Pastida yashab, tepasini bitirib olsa bo'ladi. Mana katta zal, oynalari ko'chaga qaragan. Shovqin-surondan uzoqroq joy. Mol boqaman, chorvachilik, parandachilik ishlari bilan shug'ullanadigan odamlarga juda to'g'ri keladi. Bundoq chiqqaningizda mana terasga kutib oladi. Zinadan pastga tushamiz. Akkuratni hamma yoq tomoni o'ralgan. Shunaqa. Mana bu yerdan podvalga kiramiz. Podvalda mana hozirchalik yashashga sharoiti bor. Keyinchalik oshxona, sanuzel hammasini podvalga tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, agarda kimga mabodo uy-joy sotishda shunaqa reklama kerak bo'lsa, shu holatda video olib bersanglar, bu videoni ham egasi olib bergan. Shu videoga qarab, ozgina montaj qilib, reklama qo'yib yuboramiz. Shunda keldi-ketdisiga, boshqasiga xarajati yo'q bo'ladi, kam bo'ladi. Tekinga ham reklama qilib beraveramiz. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Mabodo sotilib qolganda xursand qilaman desanglar, unga ham juda rozi bo'lamiz, xursand bo'lamiz biz ham. Mana oshxonalarni qilib qo'ygan. Mana hovlilari. Hovlilari ham mana akkuratni 3-4 tup mevali daraxt ekib qo'ygan. Bo'tga molxona, tog'xona qurib, basseyn qurib, kelib dam oladigan joy qilsa bo'ladi. Hamma joyi tabiat. Eng glavnisi toza havo. Gaz bu mahallaga o'tmagan. Suvlardan, svetlardan muammo yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar, egasi nomerini ham reklama uchun o'zimning nomerimni ham tashib ketaman. Hammalarga e'tiborlar uchun rahmat.